Mana shu uyimizni necha kunda bitgan deb o'ylaysizlar? O'zingizlarning fikringlarni mana shu videoga pauza qilib turib yozinglar, necha kunda bitganini men sizlarga lekin aytib o'taman. 1 oyda bitgan. Ichida remontlari, pat ключ, hamma narsasi bilan 1 oyda bitgan. 140 kvadrat, birinchi qavat 70, ikkinchi qavat 70 kvadratdan. Bu nima sistemada bitgan? Bu sistemamizda metall konstruksiyada bitgan. Buni qulay tarafi 1 oyga homiy uyinglar bitadi. Oldingidek g'ishtdan qur, 6 oy kut, keyin ichini remont yana 1 yil kut, unaqa narsa yo'q. 1 oyda pat ключ remonti bilan aytgan joyingizga olib borib qurib berishadi. Juda qulay narsa. Material to'g'risida yana bitta tanishtirib o'taman. Olovda benzin sepib yoqsanglar ham bu narsa umuman yonmaydi. Keyin issiqda issig'i ushiydi, sovuqda sovug'i ushiydi. Ya'ni uy как termiz deb bo'lib turadi. Hozir men sizlarga bitta planirovkani ko'rsatib tanishtirib o'taman. Har xil variant bor. 1 qavatli etsanglar 1 qavatli, 2 qavatli etsanglar 2 qavatli. Kvadraturani o'zingizlar tanlaysizlar. Endi bu kichkina kvadratura, misol uchun kattaroq kvadratura etsanglar kattaroq kvadratura ham. Hozir men sizlarga bitta planirovkani, remontlarni ko'rsatib o'taman. Kirishimizda mana shunda chap qo'limizda oshxona, minimalizmda bitgan ko'rayotganinglarda, hamma yoqda faqat rangli ishlatilgan. Oynalari mana bu yerda oppoq bo'lib turibdi. Mebellarimizni ko'rayotganinglarda, shunda showroomga kelasizlar, bu yerda proyektini o'zligicha berishadi. Kirishimiz bilan o'ng qo'limizda zal. Misol uchun juda zo'r variant chiqdi. Dachalarga qurayotgan bo'lsanglar, ko'p o'tga beton tashlab, g'isht tashlardan ko'ra shundoq keladi, o'zligicha sistemada bitirib berishadi. Keyingi xonamiz bo'lsa bu bitta spalnamiz. Remont skromli, remontni ham o'zingizlar tanlasanglar bo'ladi. Misol uchun abo desanglar, abo yopishtirib berishadi. Keyin bu yoqda sanuzyolimiz joylashgan. Bu yerda kladovaya komnata, hozir ikkinchi qavatda masalaga ko'rsatib o'taman. Ko'rayotganlarga bu tarafi oynali qilingan. Proyektlarni sразу kelib showroomga sakrasovat qilib, bemalol planirovkalarni tanlasanglar bo'ladi. Chiqishimiz bilan o'ng qo'limizda bu yerda bitta sanuzyol joylashgan. Bu yana bitta spalnamiz. Va g'ishtli uyga qaraganda ancha arzon tushadi.